14 million bo'lyaptimi o'shanda? Lo'q ekanda o'sha o'rtog'ing. Kimlargadir meni bu gapim yoqmasligi mumkin, lekin men ko'chada bir suv turbasi yorilib ketganini ko'rdim-da, ichimlik suvinikini. Tumamida turba bo'ladigan bo'lsa, ichi to'la balchiq bilan zang loyqa. Uyda bir marta sovuq suv o'chib yonsa, yarim soat ichidan balchiq oqadi, loy oqadi. Sizlarni bir og'riqli joylarga tegib, men nimanidir sizlarga o'tkazmoqchi emasman, lekin solishtirib ko'ringlar. 6 bosqichli, 2 ta jumrayli, eng asosiysi 200 gallon membranali, sensorli Evora brendidan ushbu suv filtrlarini 1 million 990 mingga, 160 dollarga olib borib uстановka qilib berishi bilan topib qo'ysam, minnatdor bo'lasizlarmi? Voy dadasi, buni bitta o'rtog'im oyiga 1 million 200 dan to'lab olgan edi kreditga. 14 million bo'lyaptimi o'shanda? Lo'q ekanda o'sha o'rtog'ing. Yo'q, u o'rtog'im lo'q bo'lmagan, shunchaki mumkinni bilmagan u. Demak, aniq lo'q bo'lgan ekanda. O'rtoqlar, ba'zi birovlar 6-7 millionga sotibman deb oddiy smestitil deydi, jumraylarni qo'yib beryapti. Bunda 2 bosqichli, buni sifatini ko'ringlar. Buni ko'chani o'zida bir 500 ming, 600 mingga pullab ham qo'yaverasizlarga. Mana shunaqa jumragi bilan 3 yil garantiyasi, 10 yil servis xizmati bilan olib borib uстановka qilib qo'yib bersa, mumkindan rozi bo'lasizlarmi? Mahsulotlar soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Aloqaga chiqqanda assalomu alaykum, mumkinmi deysizlar? Описаниеda raqamlar qoldiramiz. Bag'abang o'rtoqlar.